Assalamu alaykum hurmatli qarindoshlar, yaxshimisizlar? Bugun 2022 yil 11 oyning 11 kuni juma. Bugun men oldi bilan butun dunyoda diqqat qilayotgan Amerikaning o'rta mazgillik saylimi haqida qisqacha to'xtalib o'tgandan keyin Amerikaning iqtisodini ko'radigan holda dunyoning iqtisodiga bir qisqacha nazar silib o'taman. Andan keyin bundan 25 yil burun men Bostonga yetib kelgan vaqtdagi shu vaqtdagi tuyg'u va hislarimni bir qalamga olgan edim bu maktabniki. Ya'ni men ayni vaqtda men o'qish mukofoti bergan Bostondagi xususlar igdorchiligidagi oliy maktab Sharq Shimol universitetiniki gazetida, Huntington News degan gazetda e'lon qilindi to'nogin, ya'ni torda emas, gazetda. Shunga bu shu joqdagi eslarimni men shu qalamga olgan eslarimni Uyg'urcha tarjimasini ko'pchilikka bir o'qib beray dedim. Sabab biz vatandan har xil sabablardan ayrıldık. Yaqin yurtlarga, chet ellarga borgan vaqtda tunji ta'sirotimiz o'zgacha deb qarayman. Ammo shunday bo'lsa-mu, o'rtoqlik bor. Biz o'tmishimizni aslagan vaqtimizda, beshimizdan o'tgan ishlarni aslagan vaqtimizda biz uningdan kuch topamiz. Bizga ayni vaqtda yaxshilik qilgan odamlarga minnatdorlik bildiramiz, ularni aslab turamiz. Shuning bilan birlikda hozirgi ahvolimizdan selishtirib, kelgusi ishlarimizga nazar salamiz, ham ba'zi ishlarimizni qilgan vaqtda, qaror chiqargan vaqtda, tanlagan vaqtda o'zimizning o'tmishini unutmagan holda insof bilan bir ish qilamiz. Shunga men bu istirimni ko'pchilik bilan o'rtoqlashay deb o'yladim. Xo'sh. Oldi bilan butun dunyoning, ya'ni Amerika ishlarga diqqat qiladigan, uning do'stlari bo'lsin, dushmanlari bo'lsin, hammasiga diqqat qilib atgan Amerikaning o'rta mazgillik saylam tugaylik natijasi chiqmadi. Ya'ni biletlar tashlanib bo'ldi, ammo texi buning natijasi aniq emas. Hozirgi eng yaqinqi statistikadan qaragan vaqtda Cumhuriyetçiler Partiyasidan ilgari Cumhuriyetçiler Partiyasi bilan Demokratchilar Partiyasidan saylangan Avam palatasi bilan Kengash palatasiningki a'zolarining bu saylamda o'tish natijasi, a'zolarininki utuş neticesi tazı iniq emas. Yani Amerika parlamentida Avam palata ve Kengash palata bo'ladi. Kengash palataning a'zolari har qaysi shtatlardagi odamlarning soniga qarab saylandi. Masalan, Amerikaning shtatlarining ichida Kaliforniyaning bo'lsa eng ko'p, ulardan 52 mi 53 parlament a'zosi bo'ladi. Bizning shtatning umumiy nüfus soni 7 million atrofida. Shunga bizning aram 9 parlament a'zosimiz bor. Amerikaning markaziy hukumatida Amerika Massachusetts shtatiga vakillik qiladigan, shahar xalqning manfaatiga vakillik qiladigan. Ammo Kengash palatasi mayli bu shtatlarningki territoriyalik zaminning qanchalik bo'lishi, nüfusning qanchalik bo'lishidan munosabatsiz bu, ammo har bir shtatdan District of Columbia, ya'ni Washington, Amerikaning poytaxti Washington D.C.ni olgan rayonlarni District Columbia deydi. Shu rayonlardan saylanmaydi, faqat boshqa 50 shtatdan, har bir shtatdan nüfusning qanday bo'lishi, cho'ngchilikning qanday bo'lishi, shtatning milliy daromadining, ya'ni GDP'sining qanchalik yuqori aziz bo'lishidan qat'iy nazar 2 kishi saylandi. Ya'ni Kengash palatasiga saylandi. Shu xalqning vakili bo'lib saylangan bu parlament a'zolari ma'lum bir masala ustida o'zining ko'z qarashini ifodalamoqchi bo'lsa, yoki avam xalqning o'zi vakil qilgan xalqning fikrini o'tirib qo'ymoqchi bo'lsa, bir loyihani sunsa, bu parlamentning avval Kengash palatasi va avam palatasida bu ovoz qo'yiladi. Ya'ni parlament tashkil qilgan bu ikki qanotdan tang o'tgandan keyin bu loyihaning qonun bo'ladi, anikin prezidentning oldiga boradi. Menimcha Uyg'urlarningki huquq masalasiga ishga ko'ngil bo'lgan qarindoshlar bu xil loyihalarningki, takliflarningki qonun qaynish jarayonini yaxshi tushunadi deb o'ylayman. Ammo bu parlamentningki, ya'ni Kengash palatasiningki, Avam palata bilan Kengash palatasiningki soni 50 shtat bo'lganligi uchun Kengash palatasi 50 shtatda har bir shtatdan 2 kishi saylanganligi uchun 100 nafar odam bo'ladi. Avam palatasida 435 nafar odam bo'ladi. Qaysi partiyaning a'zo soni jiq bo'lsa, 218 bo'lsa, ya'ni bir 217 bo'lib qoladi-da. Eng bir
nima ahvol ostida, ya'ni tang bo'lmaydi. Masalan, Avam palatasınınki sani tang bo'lgan ish yo'q. Kengash palatasida tang ulab qolgan ish bor, 50 ulab qolgan ish bor. Ammo vice presidentning bir bilet tashlash huquqi bor. Hozir vice president Kamala Harris, yani demokrat. Shunaqa bo'lgandan keyin agar ma'lum bir masala ustida bu shunday tang bo'lib qolgan ish bo'lsa, ilgari Kamala Harris bilet tashlasa, shu partiyaningki shu qo'yilgan loyiha tutadigan bir shunaqa bir ahvol bo'lgan ishdi. Ammo hozirgi ahvoldan qaragan vaqtda bu qitimliq saylamda Kengash palatasining ichida demokratlarning soni oshib, republikanlar birini yo'qotib qo'ydi. Ya'ni Demokratlar partiyasining a'zosi 48, Demokratlar partiyasi 48 ovozga erishdi. Cumhuriyetçiler partiyasi 49, 97, ya'ni 3 Kengash palatasining a'zosi aniq bo'lmadi. Shunga biz bu qitimliq Kengash palatasining zodi Cumhuriyetçiler partiyasining kontroli qo'llanildi yoki Demokratlar partiyasining qo'llanildi deganni birini deyamaymiz. Ya'ni hozirgi ahvolda 48 demokratchi, 49 cumhuriyetchi. Masalan, Pensilvaniya shtatininki Cumhuriyetçiler partiyasidan Mahmad Öz, musulmon turk adam, cho'ng tonilgan doktor, bu kishi tushib Cumhuriyetçiler partiyasiga vakolatan, ham tunji musulmon shu Amerika parlamentida Kengash palatasiga saylanga tushgan Kengash palatasining a'zosi bo'laman deb. Ammo bu kishi Demokratlar partiyasidan bo'lgan John Fetterman degan odamga uqtirib qo'ydi. Endi hozir 3 Arizona shtatini tatib, 3 shtatdan saylangan Kengash palatasiningki kim ekanligi aniq emas. Shunga bu saylanning oxiri chiqmadi. Shunga hozir Kengash palatasini ya Demokratlar partiyasining qo'lida yoki Cumhuriyetçiler partiyasiningki qo'lida bir ma'lum bir partiya ustunlikni egallaydi deb hukm chiqarish ortiqcha burunli qiladi. Andan keyin qaragan vaqtda Avam palatasining ichida 210 sonli Cumhuriyetçiler partiyasi egalliganga, 190 nachini Demokratlar partiyasi egalliganga. Demokratlar partiyasi bu qitimliq, ya'ni saylamdan burunqi ahvolda Demokratlar partiyasi ustunlik egalligan gap. Shunga Nancy Pelosi xonim parlamentningki boshlig'i bo'lgan. Ya'ni parlamentning boshlig'i Demokratlar partiyasidan bo'lgan. Amerikaning hokimiyat qaltimida president, ondan keyin qolsa vice president, ondan keyin qolsa parlamentning boshlig'i huquqda 3-o'rinda turgan shaxsdir. Agar Cumhuriyetçiler partiyasi bu qitim parlamentda ko'p sonliqni egallab utib qolsa, Cumhuriyetçiler partiyasining adimi Amerika parlamentining boshlig'i bo'lish ehtimolligi cho'ngroq. Qaraganda shunday bo'lgandek turdi, lekin hozir bir nima deyamaymiz, chunki bu saylam tugimadi. Bu partiyalarning, Amerikadagi partiyalarningki saylamda kimning g'alaba qozonishi albatta ularning chiqarilgan qonun loyihasi, ularning ma'qullanishiga ta'sir ko'rsatadi. Shuning bilan shu qitimliq shu navbatlik prezidentningki qilmoqchi bo'lgan ishlarga ham yoki to'sal bo'ladigan yoki uni qo'llaydigan holat bo'ladi. Masalan, Demokratlar partiyasidan bo'lgan prezident huquq tutgan vaqtda agar parlamentda Demokratchilar ko'p sonliqni egallasa, u prezidentning ba'zi ishlari nihoyatda ravon bo'ladi degan gap. Shunga bularning partiyalarning maslahat tutgan ko'z qarashlari o'xshamaydi. Bu qitim saylamdan burun kishilar pandit deb qo'ydi. Bular demagog yoki pandit deb qo'ydi. Qutaraq qilib so'zlaydigan yoki bo'lmasa to'xtamay so'zlaydigan masalalar ko'z qarashini ifodalaydigan kishilar bu qitim Demokratlar partiyasi manda qilmadi, Cumhuriyetçiler partiyasi, ya'ni Red State, Blue State deb qo'ydi. Cumhuriyetçiler partiyasi ustunlikni egallaydi bu parlamentda, Kengash palatasidami, Avam palatasidami egallaydi. Nurg'un odam demokratlar o'rnidan o'tiribdi degan undaq bo'lmadi, o'ylagandek bo'lmadi. Ya'ni Joe Biden butun hayotidagidek 40-50 yildak Amerikaning siyosatida o'rin tutib kelgan pishqan siyosiyon bu odamni qiyirib qoldi, ojiz, undaq degan. Ammo kishilar shundaq deyishgan, lekin bu odamning bu qilayotgan ishlari unchalar ziyni emas, sal foydasi qilmayotdi bu ishlar. Trumpning qo'llovchilari kim Trumpga yaqin tursa, shu uftuzo degan undaq bo'lmadi, balki tam Trumpga yaqin turganlar sal turayotgan ahvolda bo'layotdi. Ammo Uyg'urlarningki
işlerini qo'llab, yo'q, so'zlab kelayotgan Mark Rubio apandi, masalan, Florida shtatidan bu odam yani 3-chi qitim qayta saylandi hamda Uyg'urlar munosabatli bo'lgani uchun bu odam izchil qo'llab kelganligi uchun bu odamning xabarini berib qo'yay dedim. Xo'sh. Bu saylam haqida gap. Endi iqtisod haqida gap kelsak, Amerikaning iqtisodida bu yil 10-oyda pul paxalligi o'tgan yildagi 10-oyga qaragan vaqtda pul paxalligininki ishi pul paxalligi 7.7% ga yetgan gap. Bu oldingi qitimliq leksiyalarda biz deb kelgan 8.13% va 9-oyda degan 6-oyda degan 9.1%lik pul paxalligidan CPI'dan töven. Yani Amerika'da pul paxalligining ish yuzlanishi tövənləş qarab mengwatı degan gap. Bu yil 2-oydan başlap Markaziy bankining o'simini qayt o'skirish, yani 6 qitimliq o'stirishning kuchini ko'rsatayotganligidan derak berdi. Shuning bilan birlikda teg'i bu 7.7%lik o'sim nisbati yanalam qabul qilib bo'lmaydigan ahvol bo'lganligi uchun Markaziy banka bu yil dekabrda yana 0.5% o'stirdi o'xshaydi o'simni. Mana buning ta'sirida nima bo'layotdi desa, bu pay cheki, kapital bozoridagi tavrinish, şirketlerin adam qisqarishi, texnik şirketlerin adam qisqarishini keltirib chiqaradi. Shuning bilan birlikda o'yinlik sohasining azroq qizib ketishiningki selekishini keltirib chiqaradi, sovishini. Masalan, oktyabrda 30 yillik uy oldigan, uy olish uchun olgan qarzining nisbati 7% dan oshib ketdi. Bu yaqinqi 10 yildan ichida ko'rilgan ahvol, ya'ni 2008-yillik pul muomala kirisidan keyingi ko'rilgan ahvol. Shunga Markaziy bankining qila oladiganı pul paxalligini tizimlash uchun o'simni o'stirish, mana shu o'simni o'stirishning o'zi iqtisodning har qaysi yerlarga ta'sir ko'rsatadi degan gap. Ammo Markaziy bankining boshlig'i Jeremy Powell bundan rozi emas, u yana o'simni o'stirishi mumkin. Endi o'simni o'stagandan keyin ikkisidan birisini qurbonlik beradigan gap. Bu chaqda muayyan darajadagi ishsizlikning yuz berishini, iqtisodning ishsizlikning yuz berishini qabul qilish to'g'ri keladi. Masalan, Meta Facebook shirkati 11.000 adamni qisqartdi, ya'ni emgak kuchining 13% qisqartdi. Mana endi oldimizgi oylarda buni do'rab bir qism shirkatlar Twitter'mi Elon Musk etib olgandan keyin Twitter'mi adam qisqartdi. Bu necha oyning oldida degan, agar shuni o'stirilib olsa, endi shirkatlarningki kirimiga, foydasiga buni ta'sir ko'rsatdi. Chunki obort pulning miqdori qisqarib ketganlikdan shuni bilan nima bo'ladi desa, shirkatlar adam qisqartdi degan parazni qilgan. Bu shunday bir iqtisodiy cycle, iqtisodiy davrilik pul paxalligi bo'lib ketgan vaqtda o'simni o'stirdi, o'simni o'stagandan keyin bu ishsizlikninki obort pulninki aylanishni asıltıdı, yoki miqdorini qisqartdi. Shu natijada undan keyin idora jamiyatlar, shirkatlar adam qisqartishga boshlaydi. Shuning bilan undan keyin bu iqtisod chekinib, yana yomonlashib qarabmagan vaqtda anan o'sim kesishga boshlaydi. O'sim kesgandan keyin iqtisod yana astroq ko'lindi. Yana obort, ya'ni iqtisodga pul kirdi degan gap. Shundaq hukumatlarning Markaziy bankasining qo'llanib kelgan usullari shu. Mana shu bo'lib atgan paycheki bozoridagi ishlar, paycheki bozoridagi yuqurilish, ko'tarilish, cho'kishlar, ko'tarilish chiqolmadi. Bu yil cho'kish bak chiqlab ketdi. Yani paycheki bozorida 20-30% pul yo'q, kripto bozorida, shifrli pul bozorida 80% pul yo'q. Bularning hammasi dunyoviy cho'ng ahvollarga bog'lanishliq, vabati tugimadi. Dunyoning ikkinchi cho'ng iqtisodiy boyligini yaratgan Xitoyningki kod siyosati aqlga sig'maydi. Yani itibatda, ama bugun juma kundagi xabarlardan qaragan vaqtda azroq bo'shtig'anda qildiga o'xshaydi. Ondan sirт Yevropada urush va, masalan, neft ishlab chiqaradigan, cho'ng neft ishlab chiqarib sotadigan Rossiyaga nisbatan embargo yurgazdi. Bu Yevropada pul paxalligininki yomonlashishini keltirib chiqadi. Masalan, Angliyaga o'xshash davlatlarninki iqtisodida mazra chekinish bo'ldi. Yevropadan pul paxalligi va Argentina, Turkiya qatorli davlatlarda pul paxalligi texmi ig'ir, Rossiyada shu. Umuman ahvol shu hokimiyat beshidagi bir qism odamlarninki tabiiy ofatga, ahvol vaboga, ommaviy sog'liq kirisiga birim degil bo'lmaydi. Ammo ba'zi odamlarninki hokimiyat beshidagi odamlarning chiqqan qarorlari, masalan, Putin Ukrainaga urushni qo'zg'amagan bo'lsa, Yevropa bilan iqtisodiy munosabat yomonlashmagan bo'lsa, ochliq, neft va boshqa narsalarninki bahosi tuvarga qo'ygan bo'ladi. Ya'ni vabo keltirib chiqqan, ta'minlash zanjiriga uzluksizlik keltirib chiqqan pul paxalligiga nisbatan aytgan vaqtda agar ma'qul bo'lmagan bo'lsa,
urush bo'lmagan bo'lsa, o pul bahaligini azaytgan bo'ladi, töveletken bo'ladi deb o'ylashga bo'ldi. Lekin yomon yeri o'lmakdan ustiga tepmek degandek, vabo keltirib chiqargan ahil ishlar, umumyüzlük hamma narsaning moddiy ashyo, odam kapitalining yo'tkilishining ostilishi yoki to'xtashidan tortib, mau urushning yomonlashishi, bu urushning yuz berishi va yomonlashishi bu xil ahvollarni yomonlashtiryapti. Umuman aytgan vaqtda 2022 yilda insoniyat uchun 2020 yildan tortib 2023 yilgacha bo'lgan 3 yil insoniyatni bir xil qorong'ulikqa tiqyapti. Bu Harvardning iqtisodshunasi Kenneth Rogoffning bu xil ahvoldan qutulishga 7 yil 10 yil vaqt ketadi degan gapning muayyan reallik aylanayotganligining ifodasi deb qarasak bo'ladi. Xo'sh, endi men bu to'g'ri, kripto to'g'risida bir so'zlab o'tay. Kripto bozorida total market capitalization deymiz. Umumiy bozorninki bozor kripto sağan bozor qiymati g'ajlangan pul eng jiq bo'lgan vaqtda 4 trillion dollar qiymatidan hozir 828 milliard dollarga oshib qoldi. Bo'pmi? Bu haftaning oxirida, o'tgan haftaning oxirida FTX deydigan bir shirkat Sam Bankman-Fried degan 30 yoshli bola qurib chiqqan bu shirkat bir cho'ng bir mag'lubiyatga duch keldi. Buning men Zhao Changping deganki Binance'ning quruvchisi Zhao Changpingning tarixini bir necha qilib so'zlab berdim-ku. Bu FTX'ning ishi toza yaxshi emas deb bir gapni chiqarib qo'ygandan keyin u ikkisi FTX'ni sotib olmoqchi bo'lgan gap. Ya'ni har xil shifrli pullarni ilib sotadigan, shu shifrli boyliqlarni saqlaydigan mashi shirkat hozir vayron bo'lish bosqichida. Endi shu Binance buni sotib olamiz deb kelishib, anandan keyin uning butun pul muomala ahvolini ko'rgandan keyin yeni olgan gap. Shuning bilan hozir dunyoda bir chaqlarda shu qisqa vaqtning oldida milliarder bo'lgan bola hozir mana hech nimaga arzimas bo'lib qoldi. Ayni vaqtda buni do'stim degan cho'ng davlatning dunyoviy siyosiyonlar, tanarkichilar, artistlar hammasi qochgan gap. Buning bilan yaqinlashgan, buning bilan do'st bo'lgan, buning bilan ko'rishishga shunday intilib turganlar hammasi yuz o'rgan gap. Hayot degan shunday xuladi ekan mana. Bu yerda albatta bu bolaninki talantimi bordi, talantlar xirisi bak kuchli bo'lib ketgan gapda, ambition. Ya'ni ba'zi ishlarda ketkizib qo'ygan yerlari borda. Endi mana hozir pul muomala shu shifrli pul sohasida bir necha shirkatlar vayron bo'ldi. Ba'zilar Ponzi sxemga o'xshatadi, ya'ni aldamchilikqa o'xshatadi bu ishlarni. Bu bola qonuniy bir qonuniy da'volarga chetilib qoladigan chog'lar va unda o'sib bolaning cho'ng chiqadi degan gap. Ya'ni haqlarninki pulini aldab ilib olganlikdagi ahvollar ulab qolgan bo'lsa, nurg'un gaplar bo'layotdi. Umuman aytgan vaqtda shu yaqinda men bir necha kundan ichida shifrli pul sohasidagi shu xil cho'kish mana shu xil FTX degan shirkatning vayron bo'lishidan boshlandi degan gap. Xo'sh, endi ayni vaqtda men mush to'rda degandim, Solana degan pulni Jeffrey Brown deydigan financial guru deb, ya'ni pul muomala sohasida ayta danqva kishi. Uni taxminan 399 dollar to'lab, uning leksiyasini olgan. Eng og'irqi bir sekundda Solana qo'yganlar, keyingi Bitcoin bo'ladi deganda. Shu chaqda men ko'pchilikka degandim, men shuni olib qo'ydim. 80-90 dollar keyin 145 dollar sotmagandim. Tushib ketdi. Hozir 16, 13, 14, 15 dollarga tushib qoldi. Demak, ziyon bor. Ammo mening deganim, ko'pchilikka deganim, Uyg'urlarda cho'ng cho'nglarning gapi bor. Ochib ko'z olish bo'lmaydi. Az yegan jiqaydi, jiqaymaydigan bijimaydi. Deydigan bir gaplarimiz bor deb. Shunga men shu shifrli pulga mablag' solgan vaqtda shaxsan men o'zim jiqsam ham olib qo'yman. Masalan, bu mushlarning 20 ni olib qo'ygan ayni chaqda. Keyin tushgan chaqda azroq olib qo'ygan. Lekin men ko'pchilikka tavsiya qilganim 10-20 tashlab qo'yganlar deb. Masalan, ayni vaqtda 80 dollarni 10 olib qo'ygan bo'lsa, 800 qo'y. 20 olib qo'ysang, 1600 qo'y. Agar Jeffrey Browningki Bitcoinni to'g'ri faraz qilgan o'shadan gibi bo'lib qolgan bo'lsa, har bir Solana ma'lum vaqtdan keyin 5 yildan keyin 6 yildan keyin 1500 dollarga chiqib qolsa-mi,
yaxshi pul olgan bo'ladi degan aql yaxshi niyat bilan degandim, biroq bu tushib ketdi. Bu Solana ustida tushib ketganligi uchun ben biraz tadqiqatimni boshladim. Bu tadqiqatimning natijasini ilmiy jurnalda e'lon qilishga, albatta inglizcha ilmiy jurnalda e'lon qilishga tirishiman. Solana haqidagi. Yani ben gerçi Solana'nınki bahası $15'a çıkıp ketken bo'lsin hozir, bunun ümitni üzüşkü bo'lmaydi. Çünkü biz ko'rayotgan, biz deyotgan FTX degan o bir shipirliq pullarni almashtirish, setish, saqlaydigan shirkatda vayron bo'lgan o Solana emasmi? Ama haddidan ziyoda kishilarning ko'nglida bir tashvish, vasvasa bo'lgan ekan. Ama onun ustiga shipirliq pul, bu yangi pul muomala sistemasida mavjud pul muomala sistemasiga parallel holdagi toza egisi olmagan, keynida hukumat olmagan, mandaq bir mavhumlik qutilgan shunaqa bo'lganlikdan kishilarning ko'nglida xuddilqi odam yangi mashina degan vaqtda, yo'lga chiqib olgan vaqtda hech qanday bir qatnashga oid bo'lmagan sharoit ostida uchidi, butun kuchlar uchidi. Andan keyin qatnashsaq tutilib, "Hojam, ayirpayda atamlar" degan gap chiqqanga o'xshash, shipirliq pul bozoridagi ahvolimiz shu. Ya'ni buningki regulation yo'q, ya'ni tuzumlashtirilmagan qonuniy vositalar orqali bu xil faoliyatlarni cheklaydigan, tartibga soladigan ahvollar ko'rilgan yo'q. Ammo bu gaplar chiqyotdi. Ama mayli qanday bo'lishidan qat'iy nazar shipirliq pul bundan keyingi dunyoda o mavjud bo'ldi, taraqqiy qiladi. Ammo ba'zilari qolib qoladi, ko'pinchalar shalinib qilish mumkin, ammo ba'zilari uchib chiqadi. Shu, masalan, Bitcoinga o'xshash metoda utib chiqadiganlarni bilalasa ish katta bo'ladi degan. Solana vaqti barlik kelgan vaqtda har birisi $20 setilibdi ekan. Keyin $100 chiqib ketgan. Keyin tushib ketdi, o'sdi, tushdi. Shundoq. Shuna bu xil Solana degan pulga men tadqiqatimni boshladim. Buning natijasini bir oylardan keyin e'lon qilaman. Ammo ben bunga nisbatan bir umid var. Uzoqni o'ylagan vaqtda biraz umid var. Şuna şu Solana haqida mening gapimni anglagan Roy Nikolas o'xshash enilar sal umid var bo'laydi. Okay. Endi men gapni bir davat etayim. Men ayni vaqtda bundan 25 yil burun Bostonga kelgan vaqtda, ayni vaqtda Beijingdan uchib Washington DC ga kelgan, meni oldimga akuklar Uyg'ur qarindoshlardan 3 yildan chiqib, meni oldimga chiqib kutib olgan, shu kunlarni unutmayman. Keyin Bostonga men ayada bir hafta turib DC'da Bostonga kelgandim. Kelgan vaqtda shunday yolg'izchilik, g'iribsinib ketgandim. Oldimga chiqdi odam yo'q, chunki hech qanday Uyg'ur yo'q ekan. Şu jarayonlarni men Shunqar kabi chaqlar degan asrimda, chapma asrimda yozgan. Bu yil mush kuzda mahallamizningki bir o'rmonlikda menib ketib o'tib, bog'chilarning aytib chiroyli bo'lib degan shu ishlar o'yimga kelib, bir necha narsani yezib qo'ydim. Ayni vaqtda mening oldimga chiqib kutib olgan shu qarindoshlar esimda, ularni unutmadim. Keyin maktabda o'qish jarayonida yana yaxshi odamlar bilan tanishdim. Ularningki qo'llashiga, yordamga, yaxshi madadlarga ham erishdim. Men bu shunaqa odamlarni unutmayman, shunaqa odamlarni bizning hayotimizda, bizga ko'nglimizga ilhom bergan, beshimiz qisilgan vaqtda bir shunday bir yolg'izlik tatgan vaqtda bizga kuch va ilhom bergan kishilarga minnatdor bo'lish kerak deb o'ylaganligim uchun bularni yozdim. Avval men gezitga chiqqan ilqi yozmaning tarjimasini o'qib berishdim burun. Mono bir she'rni, agar men shoir emas, ammo tizib qo'yman. Shu narsani bir o'qib beray. Agar ko'pchilik vaqt chiqsa anglab qo'ysam bo'ldi. Unutma u odamni. Yo'chun algi qadam bosgan chig'ingda, unutma seni aydurumda kutib olgan odamni. Nima qilaringni bilmay tingirqab yurganingda, unutma sana yo'l ko'rsatib umid bergan odamni. Musofirlik hayotning ichida miskin his qilganingda o'zingni, unutma seni uyga boshlab choy bergan odamni. Vatanning teg'ini, cho'lini, suyini ham tuzini unutma sana aslab bergan Uyg'urlik sevgisi qaynoq odamni. Men unutmadim o odamlarni oldimga chiqqan. Men aslab turdim odamlarni menga ilhom bergan. Men ko'z yosh to'kdim ularning ba'zisi ketganida, chunki ular insonlik sevgisini menga ko'rsatgan. Odamlar bu deb bo'lingani bilan yaxshi va yomon deb ikki xil bo'ladi. Yomondan to'laroq men yaxshini unutmadim. Ularni har aslasam
ko'nglim yana umidga to'ladi. Xo'sh, endi maqolaning tarjimasi. Bu ko'z faslida unutilg'isiz qimmatlik chog'larni esladim. Inglizda invaluable husky experience deb oldim. Husky degan o'sha maktabningki maskoti, ya'ni bir xil rolni ifodalaydigan belgi. Shu kanalimning ostiga shu maqolaninki ulanmasini chiqarib qo'yaman. Inglizcha o'qiydiganlar ko'rib baqsa bo'ladi. Dal bu kuzning 25 yil ilgariki kunda men Beijingdan Washington DC'ga uchdim. Chunki u yerda aydurumda oldimga chiqib, meni ilib oladigan kichik bo'lsa bir Uyg'ur jamoati bor edi. Meningdek tog'da tug'ilib o'sgan Uyg'ur yosh uchun Amerikaga kelish xuddi Alice'ning ajoyib g'aroyib dunyosiga kelgandek bir ish edi. DC'da bir hafta turgandan keyin bir kuni saharda $88 Greyhound avtobus şirketining biletini setib olib, Bostonga qarab yo'lga chiqdim. Avtobus Bostonga qarab yaqinlashgan sari meni g'am bosqili turdi. Chunki meni avtobus bekatidan ilib oldigan hech kimim yo'q edi. Ham barmoqchi bo'lgan bu yo'chin yurtda qanday qismatlarning meni kutib turganligini ham bilmaydim albatta. Ham yanchug'imdagi pulning tizli tugab ketishidan bak ancha tushgan edim. Avtobus Connecticut shtatidan o'tayotganda yo'lning ikki chetidagi go'zal tabiat manzarasi diqqatimni tortdi va shuning bilan g'amlarim tarab ketdi. Atrof rangarang yaproqlar bilan purkalgan bo'lib, menga beayni Leonardo da Vinci sizgan go'zal rasmlarga jon kirib, oldimda namoyon bo'lgandek tuyg'uni bergan edi. Bostonning mashhur janubiy vokzalidan yuk taqildirimni ko'tarib sirtqa chiqdim. Sharqqa mengib baqdim, to'xtadim, keynimga o'rildim. Janubga mengib baqdim. Xuddi as o'shini yo'qtib qo'ygan odamdek tashqarida bir mahal gangrab turib ketdim. Bir hazodan keyin o'zimga keldim va bekatning ichiga kirdim. U kuni Bostonda yomg'irliq ham sovuq kun bo'lgan edi. U chaqda men bu yoq yurtda men hech kim emas bo'lib, shu kunni va shu tuyg'uni hargiz unutmayman. Bekatning uchur markazida bir yaxshi ko'ngilli qora tanlik xonimning yordami bilan Boston yoshlar yotoqxonasining bir kechaligi $15 uxlaydigan o'rnini topdim va u yerga 80 sentlik hozir tarixiy yaldamiga aylangan seriq ranglik poyezd tangisini setib yetib bordim. Bu tunji kechmishim unutilg'isiz bo'lib, balkim ham qimmatlidir. Har yili kuz kelganida daraxtlar rangarang yaproqlar bilan pardozlanganida men Bostonga yetib kelgan kuzdagi shu tunji kunni eslayman. O'tgan haftaning oxirida men g'arbiy qirg'oqdagi go'zal bog'chalarning birisida menib ketib o'tib, Sharq Shimol universitetida sizgan hayot kartinamni eslab chiqdim. Men bu maktabda yaxshi ma'rif ilib qolmasdan yana jamiyatda putterab turarligidek hayotning umrlik yo'lini saptaman. Xalqaro o'quvchilarga bo'lgan do'stona muomala, oq ko'ngil va mehribon o'qitish xizmatchilar, jonliq ham ko'p xillikni qadrlaydigan universitet muhiti, qisqasi men ko'rgan har shay'i, beshimdan o'tkazgan har kechmish, ham o'rgangan har bir bilik men ko'p jihatdan ijobiy ta'sir qildi. Men Sinal kutubxonasida soatiga $5.25 ishlagan chaqdirimdan tortib, iqtisod fakultetida o'qituvchi yordamchisi bo'lib ishlaganimni esga oldim. O'quvchilar yotoq binosini saqlag'ich bo'lib ishlaganimdan tortib, universitetning cho'nglar ma'rif institutida iqtisod darsi o'tgan chaqlarimni ham esladim. O'qituvchilarimning ayni chaqda menga aytgan qimmatli so'zlari helami qulog'im tubida jaranglab turdi. Men yana vatandagi yosh ham qobiliyatli Uyg'urlarimga Sharq Shimol universitetida yuqorilab o'qish fursatlarini izlab, u yan bu yanga chep ko'rgan urinishlarni ham esladim. Ta hozirgacha bu universitetda men uchrashgan simalar ko'z oldimda. Go'zal qalbli insonlar va ularning yaxshi ishlari yuragimda. Afsuski, men yaqinda bayqadimki, ashundaq yaxshi insonlarning ba'zilari damlik chiqqan bo'lsa, ba'zilari u olamga ketib qopti. Shundaq yaxshi insonlarning biri marhum David A. Garlick apandidir. Xususan aytganda, o chaqlar men uchun mushkul chaqlar edi. O'rimchidan bu maktabga kelgan tunji ham faqatla bir Uyg'ur bo'lganim uchun mening bu jamiyatda yashash tajribam ham bilimim yetarsiz bo'lgani uchun qaynib qolgan chaqlarim men bo'lgan edi.
Özünün hayatida nurg'un chet ellik o'quvchilarni tarbiyalagan professor Garlik apandi ularning bu yangi jamiyatda duch kelgan masalalarni tushunadigan kishi ekan. U ayolimning chet elga tibbiy maktabni bitirganini ham Amerikada doktorlik imtihoniga tayyorlik qilayotganini anglagandan keyin bizga madad berib, qat'iy bo'lishimizni rag'batlantirdi. Hatto uning doktor qizi Laura xonim dadasining havolasi bilan alayda menga telefon qilib, ayolimning doktorlik programmasiga iltimos qilish jarayoniga munosabatli maslahatni ham berdi. Nima degan go'zal qalbli insonlar ha ular. Ulardagi bu xil insonlik ham yaxshi ko'ngil meni ta'sirlantirdi. Shunga har qitim sut olganimda ularga munosabatli garlik markali sutni istiqiylik holda tanlab olatdim. Oradan 25 yil o'tgan bugungi kunda men o'zimni hargizmi bu yerga yot sanamaydigan bo'ldim. Balki Bostondan faxrlanadigan bir puhroga aylandim. Men bu xil tuyg'uga kelishimning sababini mundaq bir necha omilga yig'inchoqladim. Bu universitetda ko'rgan ta'lim, olgan ta'lim, kishilarni qo'llaydigan qo'sig'i keng xoski jamoati va garlik apandiga o'xshash haqiqiy insonparvarligi bor kishilar. İnsanparvarligi bor kishilar. Ammo men o'zining vatanida yatlashtirilib Uyg'urlarimni asliginimda ko'nglim bearomlik cho'kadi. Chunki ular hala texchi Xitoyning sesiq nomi olamga purkatgan jazo lagerlarida zulm chekyotdi. Bu Xitoyning Uyg'urlarga qarata ilib berayotgan sistemlik shakldagi irqchi va davlat homiyligidagi bosqinchi siyosatidir. Men haqiqatan butun dunyoning bu maktabning ruhi, ya'ni ilg'or, keng qo'saq ham qo'llashga to'lgan, boshqalarni erkin yashayotgan tuyg'uga cho'mdiralaydigan xaski ruhi bilan ozuqlanishni arzu qilaman. Men yana insoniyatni adolatsizlik, vahshiylik va to'qinishga kishanlaydigan har xil shakldagi razillik va satlikning, jumladan irqchilik va davlat homiyligidagi bosqinchilikning yanjib tashlanishini texmo arzu qilaman. Bu xaski xotirlar degan yozmamdimi? İngliz yozma bu. Ba'zi mazmunlar bor. Shunaqa yaqin. Rahmat.